Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bizga yana bir bemorimiz murojaat qilib keldilar. Burundan nafas olish qiyinligi va eshitish pasayishiga, ya'ni navaralarni olib keldilar. Eshitish pasayib qolgan, yaxshi nafas olmaydi deb biz endoskop yordamida burunlarni tekshirdik. Tekshirganimizda ko'rishingiz mumkin, burunning orqa tomonida, ya'ni burunning oldi tomonida teshik bo'lgan singari orqa tomonida ham ikkita teshik, ya'ni xona bo'ladi. Uni orqasida esa adenoid bezi joylashgan bo'ladi. Uni quyidagi sxemada ko'rishingiz mumkin. Adenoid bezi burunning orqa tomonida joylashgan va bu shamollash natijasida yoki allergik holatlarda gijjasi bo'lganda, bola tez shamollasa bu bez kattalashadi. Shamollash o'tgandan keyin qaytadi, lekin doimiy shamol urganda bu bez orqaga qaytmaydigan holatga kelib qoladi. Unda ko'rishimiz mumkin, birinchi darajada kattalashadigan bo'lsa, bez quyidagi holatda bo'ladi. Ya'ni orqa xonani 3dan 1 qismini yopib turadi. Ikkinchi darajada kattalashsa, xonani 3dan 2 qismini yopadi. Uchinchi darajasida bo'lsa, xonani to'liqligicha yopib qo'yadi va bola burundan nafas olishga qiynaladi. Mana tepadagi rasmda ko'rishingiz mumkin. Normada quyidagicha holatda bo'ladi. Burundan kirgan nafas bemalol orqa tomondan o'tadi, lekin adenoid bezi juda ham kattalashib qoladigan bo'lsa, burundan kirgan nafasni orqa tomondan o'tishini to'sib qo'yadi. Natijada bola burundan nafas olishga qiynaladi. Va yana bitta yomon tomoni, bu adenoid bezining yonida evstaxinay joylashgan. Ya'ni quyidagi rasmda aniqroq ko'rishimiz mumkin. Adenoid bezi bo'lmagan holatda shunaqa katta bo'lib ochiq turadi, havo bemalol o'tadi. Ikkita yon tomonida bizda naysima murtaylar joylashgan va uni yonida mana yozib qo'yibdi. Right eustachian tube opening, ya'ni o'ng eustachiy trubani ochilish teshigi deb qo'ygan. Bu yerda agar adenoid bezi bo'ladigan bo'lsa, mana bu nayi itaradi, suradi va natijada quyidagi teshikni yopib qo'yadi. Bunda ko'rishimiz mumkin, birinchi darajasida nay ochiq turibdi, ikkinchi va uchinchi darajalarda yaxshi ko'rinmayapti. Adenoid bezi juda ham kattalashgandan keyin bu nayi surib qo'yadi va natijada eshituv nayi yopiladi. Buni yomon tomoni nima desa, tushunish uchun qulog'i strukturasini bilish kerak. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, hozirgi ochiladigan teshik mana shu teshik hisoblanadi. Bu teshikning yopilishi natijasida o'rta quloqdagi bosim tashqi muhit bosimidan pasayib qoladi va natijada tashqi muhitni bosimi yuqoriligi hisobiga bu yerda turgan nog'ora pardani ichkariga itaradi. Ya'ni ichkariga nog'ora parda tortiladi, nog'ora pardani harakati cheklanadi. Yoki ba'zi holatlarda bu yerda suyuqlik to'planib, yiringli holatlar kelib chiqishi mumkin va natijada bolaning qulog'i oqib qoladi. Endi bu bolamizni qulog'ini ham tekshirdik. Qulog'ini tekshirganimizda ko'rishimiz mumkin, nog'ora parda ichkariga tortilib turibdi. Bu yerda suyachalarni ko'ramiz. Bolg'acha, sandoncha, uzangi suyaklari joylashgan. Juda ham ichkariga tortilib ketgan, uzoq vaqt davomida burundan yaxshi nafas olmasligi, evstaxinaydagi muammoning hisobiga juda ham ayanchli holatga kelib qolgan qulog'i. Ya'ni buni darajalari bor edi, bu tortilishni ham bu yerda ko'rishimiz mumkin. O'zi normada bolg'acha, sandoncha, uzangi suyaklar erkin holatda, nog'ora bo'shlig'i ochiq holatda, nog'ora parda tarang holatda turadi. Endi buni darajalari bor. Bu yerda 4 ta darajasi keltirilgan. O'zi 5 ta daraja deb aytiladi ko'p adabiyotlarda. Birinchi darajasida yengilgina tortiladi. Ya'ni nog'ora pardadagi tortilish ichkari qismiga qisman tortilgan bo'ladi. Ikkinchi darajasida tortilgan nog'ora parda uzangi suyagiga va tepa tomonda cho'ntaklarni hosil qilish mumkin. Uchinchi darajasida ichkari tomondagi devoriga, ya'ni ichki quloqdan prematorium bo'rtib turadigan devorigacha yetib olishi mumkin. Quyida ko'rishimiz mumkin, nayi ichki qismigacha kirib ketyapti. Bu sekin-sekin ichkariga tortilib, to'liqligicha parda ichkari qismiga yopishib qolishiga, ya'ni medial devorga yopishishiga, bu suyachalarning harakati cheklanishi va suyachalarning yemirilishiga olib keladi. Agarda bu suyachalar yemiriladigan bo'lsa, qulog'i, ya'ni suyachalarni olib tashlab, mana bu boshqa xalaqit qilayotgan suyaklarni o'rniga protez qo'yishga to'g'ri keladi. Boshqacha holatda bu qulog'i eshitish tiklab olmaydi. Bunday holatda ham biz ko'rishimiz mumkin, parda to'liqligicha ichkariga yopishib turibdi. Natijada bola eshitishi yaxshi emas. Mana bu qismida suyak уже yemirilishga qarab ketyapti. Ya'ni oxirgi bosqichlarga yaqinlashib qolgan. Endi bular ertaroq murojaat qilishgan bo'lganda, mana bu burundagi adenoid beziga maxsus spreylar yordamida yoki boshqa dorilarni berib adenoid bezini so'rdirgandan keyin
bu nay ochilsa quloqda bunaqa holat rivojlanmasligi mumkin edi yoki dorilar ta'sirida 3-darajada effekt bo'lmasa, 1-2 oy lecheniya qilgandan keyin effekt ko'rinmaydigan bo'lsa, buni endoskopik yo'l bilan, ya'ni adenoid bezini olib tashaladigan bo'lsa, nay ochilardi, eshituv nayi. Mana quyidagi holatda eshituv nayi ochilardi. Ochilgandan keyin o'rta quloqqa havo kirib, bunaqa tortirish holati kuzatilmas edi va bolada quloqda operatsiya qilishga hojat bo'lmasdi. O'shaning uchun agarda bola burundan yaxshi nafas olmayaptimi, eshitishida muammolar kuzatilyaptimi, albatta kechiktirmasdan murojaat qilish kerak. Yana ba'zi holatlar bo'ladi, bolaning nutqi chiqishi kechikadi. Nutqi chiqishi kechikkanda ko'pchilik logoped yoki shunaqa mutaxassislarga borishadi, lekin lorga kelib uchrashmaydi. Ko'pincha holatlarda bunda bolada eshitishi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bola qanchalik eshitsa, o'shanchalik gapiradi. Ya'ni bola eshitmasa gapirmaydi. O'shaning uchun eshitishini tekshirtirish kerak. Ertaroq o'sha eshitishiga xalaqit qiladigan kasallik bormi yoki boshqa holatlar bormi? Tekshirtirib davolanadigan bo'lsa, bolaning nutqi ravon chiqadi va ertaroq o'zini o'rtoqlariga, sheriklariga qo'shilib, jamiyatga qo'shilib, yaxshi kasb egasi bo'lib yetishadi. Salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Farzandinglarning sog'lig'iga bee'tibor bo'lmanglar.